Assalomu alaykum hammaga. Bizda Cobaltda bo'layotgan turgan muammo uzoqdan antenasi olmay qo'ygan. Antenalarni yechib, remontini qilib, yana qaytadan joylab berdik. Xudo xohlasa masofalari cho'zildi. 5 metrga ham bormay qolgan ekan. Uje bagajlarni hattoki orqadan turib ocholmay qolishgan ekan. Xudo xohlasa bagajlari-yu polni uzoqroqdan olish nimalari, distansiyalari ham bo'ldi. Xo'p, buni sal uzoqlashib olib ko'ramiz. Remontlarni qilib berdik. Xudo xohlasa ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Tablolariga suv graduslarni yozib berganmiz. Cruise control, multimedia, korobkaga programmalari, 4-paketli regirovkalar hammani yo'qlarni qilib berganmiz. Antenalarni qilib bitirib bo'ldik. Xudo xohlasa endi yig'oramiz.